Bugun siz bilan pulkuchni o'rganib chiqamiz. Bu nima degani? Pulkuchlik qoidaga tushmaslik degani. Demak, asosida patchinda p ga tugaydigan sifat fe'llar bor. Topda, chupda, ko'pda, oryoqda. Bular hammasi p ga tugaydi. Endi muammo bor. Bularning hammasidan keyin ulli qo'shimcha bilan boshlangan qo'shimchalar keladigan bo'lsa, mana shu p harfi ikkita holatda o'zgaradi. Yo u ga o'zgarib ketadi yoki u ga o'zgarib ketadi. Masalan, mana bu joyda topda so'zidan keyin qo'shaylik o yo qo'shimchasi. Mana bu joyda ulli ekanligi uchun mana bu p demak o'zgarar ekan. Mana to'g'ri o'zim ko'chirib olyapman. P ni o'zgartirib olyapman u ga. Va o yo qo'shimchasini qo'shib qo'yapman. To va o yo. Endi qarang, ta'ma oldingi ulli o yoki a bo'ladigan bo'lsa, bu endi o ga o'zgaradi. Ko o ekan, p nimaga o'zgartiraman ekan? Bunga demak a yo qo'shyapman. P o ga o'zgaradi. O va yo bo'ladi. Tushundingizmi? Domla, tushunmadim. Osonroq usuli bormi? Hop, bundan ham oson usuli bor. Qarang, o'zi 90% holatda mana bu voyo o'zgaradi. 10% holatda vayo o'zgaradi. Shuning uchun nima qilasiz? Mana bu ta'dan oldingi ulliga qaraysiz. A bilan o bo'lmasa bo'ldi. A bilan o bo'lmasa bo'ldi. Mana bu ikkalasini o'rniga shunchaki voyo o'zini qo'shib qo'ysangiz bo'ldi. Birinchi mana qolganisini ko'chirib olasiz. Qolganiga voyo qo'shib ketasiz. Voyo. Chupda nima bo'lar ekan? Shundan tasavvur qiling. Chupda nima bo'lar ekan? Mana ayollar o'yamaz. Nima bo'ladi? Mana chuvni o'zini yoza olasiz, nima qo'shasiz ekan? Voyo. Oryoqda, oryoq, chuvoy, oy, voyo deb ketamiz. Oson ekanmi domla? Voyo deb qo'ysam bo'ldi. Hop, bu jazz o'rganganlar oson emas. Endi qiyin tomoni kelyapti. Qiyin tomoni nima? Biz siz bilan ko'rdik, pulkuchlikda, ya'ni qoidaga tushmaydiganlarni ko'rdik, lekin qoidaga tushadiganlar ham bor, ya'ni bular pulkuchlik deyiladi. Endi bulardan keyin masalan, patchinda hammasida p kelyapti, to'g'rimi? Lekin p kelsa ham ular muntazam fe'llar bo'lganligi sababli bularga demak ulli keladigan bo'lsa ham o'zgarmaydi va eski qoida bo'yicha yozib ketaveradi. Masalan, chapda chabayo, oltda oboyo, shipda shiboyo, qo'pda qo'boyo bo'lib turib, qo'bayo bo'lib turib o'zgarib eski holat bo'yicha ustidan ketaveradi. Ya'ni bu yerda p pulkuchlik ishlamaydi. Domla,